strategiyam shundaki 3800 so'mlik minimalka bilan 0 chiqishini kutamiz. 0 chiqqandan keyin yana davomini tushuntiraman. Diqqat bilan ko'ringlar. Xo'sh, 09 va 1 koeffitsient 9 koeffitsient bo'ladi. Kutamiz 03. 0 chiqdi, bo'ldi. To'xta. Bo'ldi. To'xtadi, qaranglar endi. 2000 so'm ko'paytirishga 2000 so'm ko'paytirsa 5800 so'm bo'ladi. Mana shuni yutqazishni kutamiz. Polni yutqazish kerak. 28 chiqdi, kutamiz. Polni yutqazgandan keyin kattaroq summa qo'ysak bo'ladi. Strategiyani tushundingizlar degan umiddaman. Xo'sh, kutamiz. Polni yutqazdi mana. Ana endi har kim o'z balansdan bo'lib, men 200 ming so'm qo'yaman. Qaranglar, ketdik. Birinchisi dagon bo'ldi, ikkinchiga 500 ming so'm qo'yamiz. Ketdi. 03 koeffitsient 05 07 bo'ldi o'xshay. Xo'sh, endi 1 million so'm qilamiz. Normali. Cho'tki 2 million 600. Normali ko'rib turganingizdek, strategiya cho'tki ishlayapti. Mana shundan foydalansangizlar bo'ladi. Kelinglar yana bir marta sizlar bilan takrorlab ko'ramiz. 3800 bilan 03 koeffitsient chiqishini kutamiz. Xo'sh, 4,5 million qildik. 1 million 300 ming so'm foyda, yomon emas. Xo'sh, davom qilamiz. 03 to'xta. Bo'ldi, malades. 2000 so'm ko'paytiramiz. 2000 so'm ko'paytirsak 5800 so'm bo'ladi. Ketdigina polni yutqazdi mana shu. Xo'sh, bosamiz. Polni yutqazishini kutamiz. Bo'ldi, polni yutqazdi. Ana endi 500 ming so'm bosamiz. Ketdik. Normali 2-1 koeffitsient yana ishlaydi. Yaxshi. 1 million 200 ming so'm. Normali ko'rib turganingizdek, strategiyamiz zo'r ishlayapti. Xo'sh, hozir bitta taktik ko'rsataman. Mana shundan keyin risk qilsangizlar bo'ladi. 6120 so'm qilamiz. Ikkita ketma-ket patriot tutqazishini kutamiz. Qaranglar. YouTube bo'lgandan keyin sinanglarda buni. 03 chiqdi. Tema. 5800 tushiramiz. Chunki 03 chiqdi. 03 chiqsa dalshi davom qilsangizlar bo'ladi. Hozir qaranglar, diqqat bilan kuzatib turinglar. Bo'ldi. Ana endi kattaroq summa bosamiz 250. Ketdi. Ikkitalik 03 yaxshi. Xo'sh, bo'lmadi. 500 ming so'm ketdi. 600 ming so'm qilamiz shuni. Ketdi. Hop. 1 million, 2 million so'm. Ikkita shans, davay. 200 ming so'm bitta. Endi 2 millionga oshiramiz. Ketdi. 1 million 800 va bank ketdik. Uy balat, suka yutqazib qo'yib, to'xtinglar, balans to'ldiramiz o'zi. Xo'p, hisobni to'ldirdik. Ko'ringizlar, strategiyadan chiqib ketsizlar, mana shunaqa yutqazib qo'yasizlar. Xo'p, hozir biz taktik ishlarni pulimizni qaytarishga harakat qilib ko'ramiz. Hozirgi qilayotgan taktikalarimizni tavsiya qilmayman, chunki deganda men risk qilib o'ynayman hozir. 800 ketdi. 1.8 koeffitsient. Dalshi bor. Yaxshi. Bizga max 6 million 960 ming ketdi. Uy bala, suka. Ketdi. Rasvo bo'ldi, ko'p bo'ldi. Davay. 4 bor. Normali 14 million so'm. Cho'tki ko'rizlar. Normali koeffitsient chiqdi. Dalshi bitta tushirib ketdi yana. Hozir pulimizni
Normal ko'paytirib olaylik. Shu 15 ni o'tkazsak, pulimizni qaytargan hisoblanamiz. Keyin strategiya bilan yana dalish davom qilamiz. 15 million so'm bo'ldi. To'xtaymiz. Strategiyadan poli chiqib ketdik. Qani strategiya bilan bitta yo'ramiz. Tamam. O'yin to'xtamiz. O'sha azart kelyapti. 0 chiqishni kutamiz. Davay. 2. Bir oldu. Nol 5. Evet, 0 çıkmaydı. Kutaylıca. 03 05. Yana 03 05 kutamiz. Sabr qilamiz. Sabr qilmasak, nima bo'ladi? Hozirda yutqazib qo'yamiz keyin. Bo'ldi. Mana 5800 yutqazish kutamiz polni. Bo'ldi. To'g'ri, yana endi ketdik. 2,5 milliondan. Qani? Birinchi chiqmadi. 3 million 200. Nol 3. 2 0 3. Dalishib 3 million 200. Hoppa, yordi. Tamam, gap yo'q. Ko'rizlar strategiya bilan o'ynasa, qanaqa foyda beradi? Mana shunaqa qilib davom qilish kerak, do'stlar. Bitta tushiramiz. Qani 25 dan o'tkazaylik, hisobga to'g'ri bo'ladi. Yaxshi, davay. Bitta tasha, bitta. Молодец, нахуй. 5 koeffitsient. Qalay? Mana. Mana. Gap yo'q. Yana bitta. Yana bitta. Молодец. Давай bitta 30. 30 go. Блядь, сука. Давай. 0 chiqdi, блядь. Ikkitalik 03. 1. Yaxshi. 28. Давай, bitta. Xuyet, блядь. Bo'ldi. Bular azart yondimi nima? Xullas, strategiyani ko'rdingizlar. Ko'p o'ynasa nima bo'ladi? Strategiyadan chiqsa qanaqa bo'ladi? Hammasini ko'rib tushunib oldingizlar, do'stlar. Xullas, bugungi videomiz mana shu edi. Agar videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta like bosib qo'yishni unutmanglar. Keyingi videolarimizni ko'rishguncha barchalarga omad, xayr, sog' bo'linglar, do'stlar.